Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun quyidagi keltirilgan iborali so'zlarni ko'rib chiqamiz va ushbu iborali so'zlarga keyinchalik misollarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mattina ertalab, pomeriggio demak kunning ikkinchi yarmi, sera kechqurun, fare una passeggiata demak aylanish, fare la shopping bu savdo qilish, andare al ristorante restoranga borish, andare al museo muzeyga borish, dare una festa demak vechirinka qilish. Keling endi ushbu gaplarni misollarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ma'nolarini ko'ramiz. Quando qachon? Quando parli con Maria. Maria bilan sen qachon gaplashasan? Parlo con Maria lunedì mattina. Demak, dushanba kuni ertalab gaplashaman. Quando studiare italiano. Qachon italyan tilini o'rganasan? Studiamo italiano mercoledì pomeriggio. Demak, italyan tilini biz chorshanba kuni kunning ikkinchi yarmida o'rganamiz. Quando aspetti amici. Do'stlaringni qachon kutasan? Aspetto gli amici venerdì sera. Demak, juma kuni kechasi do'stlarimizni kutaman.